Tasavvur qiling, ming yillab tarixga ega Hindistonda tug'ilgansiz, lekin sizni sal omadingiz kelmadi. Hindistonning chekka shahri New Delhida yashaysiz. Aynan shu yerga o'nlab shaharlarda har kuni axlat Everestga yig'iladi. Kattaligi naqd 40 ta futbol polisidan ham katta. Uning uzunligidan uchayotgan samolyot va vertolyotlarga urilmasligi uchun 3 ta mayin o'rnatilgan. Har yilda bu joyda 10-15 marta o't ketadi. Bu ketgan olovni deb suv, havo zaharlanadi. Men qayd qilayotganimni his qilyapman. Ha, shunday. Siz shunchaki uni hidini his qilasiz. Biz bu bilan yuvinamiz va ichamiz. Bu juda yomon. Hattoki bu yerdagi ayollarga hech kim uylanmaydi, chunki qizlar 16 yoshdan keyin umuman bola ko'ra olmaydi. Afsuski, o't o'chiruvchilar bu yerga yetib kelgunicha katta alanga bo'ladi va bunga qarab tushunasiz. Bu muammo hali hal qilinmaydi. Odamlar uyi va do'stlarini deb ko'chib ketisha olmaydi va bir kun ertalab turasiz va onaga qaraysiz. Ve sezesizki sizin sochingiz to'kila boshladi, lekin siz endigina 20 da o'tgansiz va shuni aytasiz, zudlik bilan ko'chish kerak, lekin qayerga? Ma'lumotlarga qaraganda taxminan 50% hindlar hojatxonani ko'chada qilishadi, lekin 2015-yilda davlat 100 kun ichida naqd 1,5 milliondan ortiq uy hojatxonani qurib bergan. Bunga qaramasdan hindlar ko'chaga chiqib o'zlarining rasvo ishlarini davom ettirishadi va buni ularning o'zidan sababini so'rashganda bu gigiyena to'g'ri kelmaydi deb javob berishgan. O'ylab ko'ring, bu qanchalik ahmoqlik. Hojatxonalar esa har doim toza va ombor o'rnida bo'lsa-da. Bunga qaramay bu ko'chadagi yagona muammo emas. Bu yerda tarixiy zvachkalar bor. Bu go'yoki bizdagi noslarga o'xshaydi. Bu zvachkani og'izga solganda og'izda ko'pgina so'rak to'planadi va ko'chada xuddi tuya kabi o'ng kelgan joyga tupulayotgan hindlarni ko'rasiz. Va mana sochlaringiz to'kilayotganda harom ichimlik suvi va oziq-ovqat, ko'chani hojatxona qilib olgan odamlar va tuya kabi tupulayotganlarni ko'rib, zudlik bilan bu yerdan ko'chishga qaror qilasiz. Buyumlaringizni olasiz va shaharning o'rtasiga yo'l olasiz va tushunasizki, siz hatto maqsadingizga yaqin ham kelmagansiz. Shahar o'rtasi ham xuddi shu ahvolda. Davlat bu axlatlar bilan kurashayotgan va har joyga axlat paqillarini qo'ygan. Lekin bu aqlli hindlar ularni bir burda non uchun metallolomga topshirishadi. Shu bilan birga Delhi dunyodagi eng iflos havosi bo'yicha faxrli birinchi o'rinda. Bir kun bu shaharda o'tkazilgan vaqt naqd 50 dona sigaret chekkan bilan teng. Ko'ryapsizmi? Agarda siz 10 ta odamni olsangiz, ulardan bittasi aniq yo'taladi yoki shunga o'xshash biror narsa qiladi. Shunday ekan bu yerning atmosferasi yetarlicha yaxshi emas. Bu aniq muammo. Va shunda o'ylanib qolasiz. Odamlar Xudoni unutgan va din rivojlangan shaharga borishga qaror qilasiz. Misol uchun Varanasi shahri. Butun Hindiston bo'yicha eng diniy shahar. Kelishingiz bilan kelgan joyingizdan ham battar badbo'y hidni sezasiz va atrofga qarab tushunasiz. Bu hid ko'chadagi siydik, axlat va chirigan jasadlardan kelayotganidan. Va shu yerda eng ifloslangan ko'l, Ganga joylashgan. Bu ko'lni hindlar juda ham muqaddas sanashadi. Hindlar ishonadiki, vafot etgan inson qayta tug'ilishi mumkin. Buning uchun tanani bu dunyo bilan bog'lash kerak. Shunga jasadlarni yoqishadi, keyin esa yongan jasadni suvga tushirishadi. Juda ham ocharchilikni deb, tanani butunlay yoqish uchun o'tinga ham pul topa olmagan hindlar ularni shu holacha ko'lga tashlashadi va bu tanalar suv yuziga yarim yongan yoki umuman yonmagan holda chiqib qoladi. Ba'zi jasadlar och itlar va qarg'alar uchun ovqatga aylanadi. Lekin hammasi bunchalik yomon emas. 13 yoshga to'lmagan bolalar jasadini esa toshga bog'lab Gangaga cho'ktirishadi. Ganga ko'lida cho'milish mumkin emas belgilarda qo'yilgan. Lekin bu ko'lda 5000 dan ko'p hindlar cho'milishadi, tishlarini yuvishadi va uni ichishadi. Asrlar oldin unutib yuborilgan lepra va prokaza kasalligi shu yerda Hindistonda har yili 120 mingdan ortiq hindlar kasallanadi. Bu bilan o'rta asrdagi ritsarlar kasallangan va tushunasizki, bu yerdan qochib bo'lmaydi. Juda ham katta tarixga ega va ilm-fan bo'yicha oldinga ketgan bu mamlakatni asl holini ko'rib lol qolasiz. Bu davlatni yurtimiz bilan taqqoslab ko'ring. Bizning davlat biz o'ylagandek unchalik yomon emas. Ozgina muddatda sizga foydali ma'lumot bera olgan bo'lsam, iltimos buni like va obuna bilan izhorlang. Kattakon rahmat.